Atiga 15,000 kilometr yurgan Cobalt'ni ruloy kolonkalari ziboriy holatda mavjud. Okalar, ko'rasizlar, mana bu yerda ruloy reykasi, bachoklari, shlankasi, trubkasi, undan tashqari gidravlika nasos hammasi bu bitta mashinadan chiqqan. Xohlasangiz hammasini bitta joyda sразу uстановка qilib beramiz. Xohlasangiz alohida bo'lib sotish imkoniyatlarimiz bor. Lekin mana bu reykasi, ya'ni ruloy kolonkasi rullari yumshoq holatda yig'ib qo'yilgan, tayyor turibdi akalar. Undan tashqari sizda Cobalt, Gentra, Tracker 2 va Nexus 3 bo'ladigan bo'lsa, ruloy kolonkasi to'qilib ketgan bo'lsa yoki bo'lsam moyoq qizib yorgan bo'lsa, buni remont qilishga shoshmanglar. Bizda hammasida nalichida tayyorlar bor. Mana masalan Tracker 2 niki noldan sochib yig'ilgan, reykalari polilovka qilingan, plus noldan sochib, xudo xolisa boshqatdan taqillanmaydigan qilib ideal holatda yig'ib qo'yilgan. Undan tashqari mana bu qo'limdagi Gentra'ning ruloy kolonkasi, bu ham polni noldan sochib yig'ilgan, sanlilari almashgan, futurka almashgan, reykalari polirovka qilib boshqatdan noldan yig'ib qo'yilgan. Bu rullari yumshoq holatda yig'ilgan, xohlasangiz o'zini zavadskoy variantini vastanavit qilib beramiz, xohlasangiz yumshoq holatda yig'ib berish imkoniyatlarimiz bor. Undan tashqari bizda akalar hadovoy bo'yicha xizmatlarimiz ham bor. Ruloy hadovoy bo'yicha bemalol o'zimizga olib kelib ishlarni bitirib ketsangiz bo'ladi. Hozir zo'r bo'layotgan Tracker 2 uchun mana bu tralli amortizatori oldi orqaga zo'r chiqadi. Xudo xolisa mana mashinani qo'yib, undan tashqari oldi orqa rezinkalarni almashtirib, hadoylarni yumshoq qilib beramiz. Akalar xizmatlar bo'lsa, avtoservisimizga kelib bemalol ishlarni bitirib ketsangiz bo'ladi. Amortizator yutadi har bir zarbani, hayotning do'lidan asrar jonimni. Sharavoy, rulavoy birga ishlashar, Maqsadga yetishga yo'l ochishar.